Hamma joyda Xudoni ko'rasizlar. La ilaha illalloh. Allohdan boshqa hech narsa yo'q degan so'z. La ilaha illalloh degan Allohdan boshqa hech narsa yo'q degan so'z. Muhammadu Rasululloh deganda shu Allohning nuri payg'ambarimizning nuri bo'lib ko'rinish beryapti-da. Val mahluquna min olamni hammasining yaratilib suratda bir narsalarni ko'rayotgan bo'lsangizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nuridan Allah shu olamni ko'rsatyapganligi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan vaqtimizda o'sha Allohni ko'ramiz va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Olamni hammasi joyida shu Allohni ko'ring, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'ring. Boshqa hech narsa yo'q o'zida. Dunyoda har qanday taraqqiyot bormi, osmonga chiqyapsan, yerga tushyapsan, har qanday ilmlar rivojlanyaptimi, Allah ilm sifatini ko'rasiz. Boshqa narsani ko'raman, ko'rib turibman, mana Xudoyo bu dunyo taraqqiyot qilsa ahmoq ekansiz. Xudodan keladi. Shuning uchun la ilaha illalloh. Allohdan boshqa narsani ko'rmanglar. Allohdan boshqa narsani bilmanglar. Allah shularning hammasi Allohning ilmlarining jamolini ko'rish. Nimani ko'rding, nimani bilding, nima eshitding, nimani ko'rding, Allohni ko'ringlar. Shunda la ilaha illalloh degan so'zning ma'nosini tushunasizlar. La ilaha illalloh deganda Allohdan boshqa narsani ko'rmanglar. Boshqa narsani ko'rib qoldingmi, Xudoga shirk qilyapsan. Mana odamlar yetyapti. Zamon taraqqiyot qildi. Zamon taraqqiyot qilib mashina minyapmiz, samolyotda uchyapmiz deydigan so'zlar. Yo'q ajisiz. O'shanda Xudoni ko'ringlar. O'shani Xudoni ko'ringlar. O'sha Alloh ilmini bir inson orqali o'zini namoyish qilayotganligini ko'ringlar. Inson u itpani suyaktaran bir tomchisidik u. U narsa yaratmaydi. Sen bir tomchisidik bo'lib chiqqansan, buni yarataman deb o'ylama. Allah mening qo'lim bilan yaratadigan bo'lsa, Xudoning ishi. Olamni hammasi mening qo'lim bilan yaratib qo'yishligi mumkin. Shuning uchun yaratilayotgan narsada Xudoni ko'ringlar. Allohni ko'ringlar. Bor bo'libdi bizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun hamma so'z bilan la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Endi tushundingmi? La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan so'z ma'nosini. Muhammad degan xizmat beradi. Allohning ism sifatlariga Nur Muhammad degan xizmat beradi. Nur Muhammad degan so'z dunyoni yaratishlikka xizmat qilish uchun avval ma xalaqallohu nuri. Avval Alloh mening nurimni yaratdi degan payg'ambarimiz hadisi bor. Olamdan 18 bin olamdan avval Alloh mening nurimni yaratdi. Mening nurimdan 18 bin olamni hammasini mening nurimda yaratadi. Meni o'zimda deydi payg'ambar. Alloh o'zining nuridan yaratadi. O'zining nuridan mening nurimni yaratdi. Mening nurimdan maxluqotlarni yaratadi. Avval birinchidan arsh yaratadi, arsh bo'ladi. Shuning uchun biz so'raymizki, hamma vaqt Xudoning senga miyang ishlayapti. Aqling nimaga ishlashi kerak seni? degan savol beriladi. Aql nimaga ishlashi kerak o'zi? Nima ishlayapsan? Yuribsan, hamma aqldan foydalanyapsan. Nimadir u? Allah'ın ilm sıfatı bizde. Biz Allah'ın ilm sıfatlarından duramız. Allah'ın ilm sıfatı bo'lganligi uchun miya ishlay boshlaydi. Hammamiz bu yerda miya ishlaydigan zavodi bormidi buni. Biz Allohga bog'liq turganligimiz uchun, Allohdan foydalanayotganligimiz uchun biz miyamiz ishlayapti. Ko'zing nimaga ko'radi seni deymiz. Aparating bormi ko'zingda? Yo'q. Ko'ruvchi degan sifat turadi bizda. Allohning ko'ruvchi degan nuri bor bizda. Ilm degan nuri turadi miyada. Quloqda eshituvchi degan nuri turadi. Tilingda gapirguvchi degan Allohning ism sifatlari turadi. Vujudingda
Borlik sıfatı. Allah bor. Şu Allah'ın bor ekanligini sıfatının, borliginin sıfatı sen vücudunun bor turuşluğu. Yani Allah Tebarek Teala'dan 99 isim sıfat nur bulup bizge tarqab turadi. Abadul abad. Bu dünyada ham, qabr olamida ham, cennette ham, cehennemde ham. Bu dünyaya geldingmi? Endi yo'q bo'laman deb. Olamankan deb o'ylama. O'lim degan so'zning ma'nosi mana bu jasadimiz tuproqdan yaralganligi uchun uni omonatni qaytarib berishimiz kerak değil mi? Yerga qaytarib berishimiz kerak. Bu jasad o cennetga kirmaydi, cehennemga kirmaydi. Bu yerga cehennemning o'zining nuridan bo'lgan jasad yaratiladi. O'sha jasadning nuridan bo'lgan jasadimiz bizning iymonimiz, namozimiz, ishonchimiz, ibodatlarimiz hammasi jannatning bizga bergan ne'matlar. Cehennemga odamlar tushadi, o'zlarining gunohlari, turlari, yomon ishlari, bu o'zlarining boshiga balo bo'ladigan cehennem ana shu. Uni o'zi hozir yaratyapti uni. Hozirgi kunda o'shani o'zini o'zi yo jannatini yaratyapti, yo bo'lmasam jahannamini yaratyapti. Shuning uchun bizim mana shu turishimiz, harakatimiz hammasi Allohning nuri. Harakat. Sha'l deb qo'yamiz, sha'l deb qo'yadi. Bu Allohning yaratuvchilik nurlari bular hammasi. Mana shu olamni hammasi, mana shu borlik, mana shu turibdi. Shkop-shkoplar hammasini ko'rib turibsiz. Bu Allah'ın borligining, yaratuvchiligining harakati. Allah to'xtamay yaratyapti. Mana bularning hammasini yaratyapti. Bu masjidda o'tirganlar, narsalar bir ikki soatdan keyin hammasi yo'q bo'ladi. Hammasi yo'q. Doimo Allah yaratishlikda turadi. Şu bizning yurishimiz, turishimiz, 100 milyard qilayotganning qonlarning urishi, ma'no qilib qonni yurishlari Allah'ın yaratuvchilik sifatida turibmiz biz. Allah'dan ajrab qo'ygan emasmiz. Allah'dan ajrab ketmaysizlar. Shunda men so'rayman, Xudoni ko'rib turibsizmi deyman. Mana men sizga Xudoni ko'rishlikning bir usulini ko'rsatyapman. Xudoni ko'rishlikning usuli bu. Tushunapsiz? Sizning yurishingiz, turishingiz, borligingiz har bir soqolingizni o'sishi. Mana mo'ylovlarni qirib tashlashingiz, sochingizni olib tashlashingiz Allah harakatda turibdi. Shu bizning Allohning harakatda bo'layotgan vujudimiz, biz vujudimizda hammasi namoyon bo'lib turibdi. Nega sochingiz o'chyapti? Nimaga o'zingiz qartayyapsiz? Bu Allohning yaratuvchilik sifatlarining bizlardagi ko'rinishi. Chiroyli. Yosh bo'lib turaversang ham yoqmaysan hech kimga. Sen qachon bir qariya bo'lasan, esing kiradigan payt, qachongacha bir yosh bola bo'lib yuraversan deb unga kaltak. Shunga o'xshash bu hamma olam harakatda turibdi. Biror bir soniya, sekund harakat qilmaydi. Masalan, qo'lyapsizmi, yurasizmi, turasizmi? Shuning uchun Allohning yaratuvchi sifati, bor bo'luvchi sifati, ko'ruvchi sifati, biluvchi sifatlari, 99 sifatning hammasi bizda vujud. Biz shunchun o'zingni tanisang, Xudoingni taniysan. Sen o'zingni tani. Sen qayerdan kelding o'zi? Uning kamaridan chiqqan bir tomchi sidik. O nima o'zi? Allah'ın o'sha tomchisidik, Allah'ın ism sifatinin nuri turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nuri turadi, arshning nuri turadi. O'sha bir tomchi sidikda. Shu onamizning ichiga borgandan keyin ona bu stoy material. Bu magazin, stoy material magazin. O'shadan oladida sizni yaratib chiqaradi. Xudoning qudrati shunaqa ajoyib. 5 minut ichida sizga Xudoyni ko'rsatib berdi. Jamolini ko'ramiz. Jamol.
yaxshi yomon jamoalarni bizlar Xudoning qo'lida uchun tanishimiz kerak. Endi odamlar bor endi boyagi Xudo qayerda? Xudoni ko'rsatmaydi, Xudoni ko'rsat, qayerda Xudo deb boyagi baqirib yotadi eshakka. Nima deysan? Bu odamlarning aqli o'smay qo'ygan. Parasat o'smay qo'ygan. To'xtab qo'ygan faqat mana shu yaltirab turgan narsaga qarang, boshqa hech narsa bu qayerdan kelgan, bu nima, o'sha yerda turibdi. Mana shu yaltirab turgan narsa kecha atalarimiz zamonida Soyuzdan yo'q edi bu narsa, keyindan chiqdi. Endi chiqdi mana shu yaltiragan narsalarning hammasi. Dunyo taraqqiyot va taraqqiyot degan harakatda turibdi hammasi. Hammamiz ham harakatda turibmiz. Bu harakat Alloh taborak taolo ism sifatlarini, yaratuvchi degan sifatlarini ko'rib turibmiz biz. Yaratuvchi degan Allohning yaratdi. Mana shu bir usta yaratyapti dema, Alloh yaratyapti. Alloh shuni yaratishlik uchun boy ustani ko'ngliga bir fikrlar, o'ylar soladi, aniq narsalar yaratyapti. Nima joyda Allohning yaratuvchilik sifatini ko'rishimiz kerak. Her yürüyüşünde, her turishingda, her nafasingda Alloh taborak taoloni ko'r. Shuning uchun Xudoni ko'rsatmanga, Xudoni ko'rganim yo'q, Xudo yo'q deydigan so'zlar shu odam zotning nodonligining, ahmoqligining, to'pos ekanligining, to'poy ekanligining ko'rinishi. Bizlar hamma vujudimiz, yurishimiz, turishimiz Xudoning jamolini oshkora qilamiz. Xudoning jamolini ko'rsatyapmiz. Shuning uchun Alloh taborak taolo maxluqotlarning ichida insonga o'xshagan go'zal bir narsani yaratgan emas. İnsondek go'zal, insondek yuqori darajadagi maxluqot Alloh yaratgan emas. Shuning uchun "Usjudu li bani odam", odamga sajda qilinglar deb Alloh taborak taolo odam otamizga butun hamma farishtalar sajda qildirdi. Nima uchun? Allohning ism sifatlarining odam qiyofasida namoyish bo'lishligi bu. Allohning hamma go'zal sifatlari insonning qiyofasida namoyish bo'lib turibdi. Shuning uchun odam farishtalarga sajda qildirayotganligi. Kimki sajda qilmadi, bu shayton bo'lib ketdi. Chunki Allohning amri turibdi, Alloh taborak taolo "Xuliqal inson ala suratihi" hadis bu. İnsonni Alloh taborak taolo o'ziga o'xshatib yaratdi degan so'z bu. Hadis bu. Ilman turibsan endi. O'ziga o'xshatib yaratdi deganda top ber desa, boya men aytgandek. Aqling nimaga ishlayapti seni? Allohning ilm sifatidir. Ammo aql nimaga bir narsalarni o'ylab topishgan? Qo'ydi kallasi yeb yuribsan, boya pishiraman unday qilib olib. O'zini yeb yuribsan, nima bor yerda? Hech narsa yo'q. Allohning sifati bor. Allohning sifatlari nur turadi. Shuning uchun miya aylanib yurib o'ziga kerakli cho'p deydi. Hammasi yo'rmaydi. Biz uni bilmaymiz. Qo'y biladi. Qaysi cho'p deyishim kerak, qaysini nima qilishim kerak deb ular hidi bilan ham, nimasi bilan ham yeb ashuni nimasini ajratadi. Shuning uchun bizlar Allohning sifatlari, ilm sifat turibdi miyamizda. Ko'zimizda Alloh ko'rib turibdi degan sifat turibdi. Alloh ko'rib turibdi deb qo'yamiz. Alloh hamma joyda ko'rib turadi. Biz ko'zimizda ko'radi. Alloh eshituvchidir. Alloh mutakallim, gapirguvchidir. Shular hammasi biz mana shu yurishimiz, turishimiz tug'ilgan kuningdan boshlab otaning kamaridan bir tomchi sidik bo'lib dunyoga kelganidan boshlab sen Allohning jamolini ko'rib turibsan. Olamda Allohning jamolidan boshqa absolut hech narsa yo'q. Faqat Xudoni ko'rib turibsan. Ashuni tushunishing kerak. Kallarni nimaga berib, farosatni nimaga beradi? Ashuni farosat qilsan. Qo'yda ham miya bor, bizda ham miya bor. Mana bu itlarda ham miya bor, mollarda ham miya bor. Hammasiga yarasha o'ziga Alloh taborak oziq berib qo'ygan. Seni miyaga, insonning miyasi, qo'yning miyasiga. Qo'yga nima? Namoz o'qimaydi, unga namoz farz qilingan emas.
Mesela koydu alaylık. Onun hizmeti nima? İnsaniyetga shirin halol bir go'sht tayyorlab berishlik. Uning xizmati yo'q. Shu. Chiroyli yerlardan shifobaxsh nimalarni yebmi? Qirga qo'yib yuborasan. O'sha qirni o'zida endi bizga kerakli bo'lgan vitaminlarni, bo'lmasam cho'plarni, nimalarni terib turib, semirib boyagi bizlarga go'sht tayyorlab berish. Mana bu narsada sizlar Allohni ko'rishimiz kerak. Shu narsalar qo'y, qo'zi deymiz, tabiat deymiz, meva-chava deymiz. Allohning mehrini ko'ryapsizlar. Allohning mehri mana o'zim bor. Ondan bor. Boshqa mevalar turibdi, qovunlar turibdi. Allohning mevalari turibdi. Qovunlar masalan o'zining nimasini, ildizini yertaga cho'qin 1-2 metr pastga tushiradi. Shu joylarda hammaga tegishli minerallar turibdilar. Shulardan olib bizlarga qovun, tarvuz, boshqa mevalarni Xudo beryapti. Shularning hammasi harakatda bo'lyaptimi? Alloh yaratyapti demaymiz. Allohning yaratuvchilik sifatini ko'ryapmiz. Ko'ruvchilik ko'ryapmiz, Allohning ko'ruvchi sifatini ko'ryapmiz. Alloh ilm rivojlanyaptimi? Allohning ilm sifatining bor ekanligini dunyo taraqqiyot qilayotgan bo'lsa, Alloh taborak taoloning o'sha taraqqiyot qildirayotganligini Alloh taborak har xil ilmlarda dunyoning hammasi biz biladigan, bilmaydigan ilmlar chiqarib, ular osmonga raketalarda uchirib chiqishligini bu Alloh qilyapti o'sha. Ashatdagi bo'layotgan hamma nimalarni ko'rsatib beriladi. Shuning uchun bu biz faqat Xudoni ko'ryapmiz. Faqat Xudoning jamolini bilyapmiz. Faqat Xudoning ne'matlarini ko'ryapmiz, deyapmiz. Faqat Xudoning yaxshiliklarini ko'ryapmiz. Alloh taborak berdilar. Imoratni so'rab mana bunaqa chiroyli pardalarni qo'yib qo'ydi, shkaflarni qo'yib qo'ydi. Bular hammasi Allohning mehri. İnsoniyatni go'zal bo'lishligini, insoniyat yaxshi bir hayot kechishligini, Allohning ne'matlarini go'zallik bilan qabul qilayotganligini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Tushundingizmi? Hamma joyda Xudoni ko'rasiz. La ilaha illalloh. Allohdan boshqa hech narsa yo'q degan so'z. La ilaha illalloh degan Allohdan boshqa hech narsa yo'q degan so'z u. Muhammedur Rasululloh deganda shu Allohning nuri, payg'ambarimizning nuri bo'lib ko'rinish beryapti-da. Val mahluquna min olamni hammasining yaratilib suratda bir narsalar ko'rayotgan bo'lsangizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nuridan Alloh shu olamni ko'rsatyapganligi. La ilaha illalloh Muhammedur Rasululloh degan vaqtimizda o'sha Allohni ko'ramiz va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'ramiz. Olamni hammasi joyida shu Allohni ko'ring, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'ring. Boshqa hech narsa yo'q o'zida. Dunyoda har qanday taraqqiyot bor, osmonga chiqyapsan, yer tagiga tushyapsan, har qanday ilmlar rivojlanyaptimi? Allohning ilm sifatini ko'rasiz. Boshqa narsani ko'raman, ko'rib turibman, mana Xudoyo bu dunyo taraqqiyot qilsa ahmoq ekansiz. Miya ishlamaydi. Xudodan keladi. Shuning uchun la ilaha illalloh. Allohdan boshqa narsani ko'rmanglar. Allohdan boshqa narsani bilmanglar. Alloh shularning hammasi Allohning ilmlarining jamolini ko'rish. Shunda siz Alloh taborak taoloning shu narsalarni ko'rayotganda qanday mehr bilan ko'rayotganlik. Pardani qarang, bir tomosha qilib. Kelinlarimiz shularni ko'rsatib, Xudoning jamolini ko'rsatib beryapti-da bizga. Qanday narsada dunyoda nimani ko'rding, nimani bilding, nimani eshitding, nimani Allohni ko'ringlar. Shunda la ilaha illalloh degan so'zning ma'nosini tushunasizlar. La ilaha illalloh deganda shu Allohdan boshqa narsani ko'rmanglar. Boshqa narsani ko'rib qoldingmi, Xudoga shirk qilyapsan.
Adamlar yetiyat yaptı. Zaman terakkiyat kıldı. Zaman terakkiyat kıldı, maşına yapız. Samolyotda yapız deydi o sözde. Yalacıyız. Şimdi Xudo'ni ko'ring. O'shani Xudo'ni ko'ring. O'sha Allah ilmini bir inson orqali o'zi namoyish qilayotganligini ko'ringlar. İnson o itpeni suyaklarının bir tomchisidik o. Bizasi yaratmaydi. Sen bir tomchisidik bo'lib chiqqansan, buni yarataman deb o'ylama. Allah mening qo'lim bilan yaratadigan bo'lsa, Xudoning ishi. Olamni hammasi mening qo'lim bilan yaratib qo'yishligi mumkin. Shuning uchun yaratilayotgan narsada Xudoni ko'ringlar. Allohni ko'ringlar. Bor bo'lib turibdi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun hamma so'z bilan la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Endi tushundingmi? La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan so'z ma'nosini nima deysan endi? Ilgari bunaqa narsani eshitganimiz. La mavjuda illalloh. Allohdan boshqa narsa yo'q. Men yana nima savollar aytaman. Yo'qlik oynasi haqida, yo'qlik oynasi qanday ishlatilgan? Nima tushunamiz? Yo'qlik oynasi degan bir narsani aytib qo'yilgan. Yo'qlik oynasi la ilaha illalloh. İllallah Allah'ın özü. Şimdi Allah la ilahe illallah ilgari kelib turibdi da Allah ahirda kelib turibdi. La ilahe illallah. Yani la ilahe hiçbir narsa yo'qki sening xayolingda ilohdan murod sening xayolingda sen o'ylab yursan. Shu ham sening Xudoing. Har qanday fikr bu Xudo. Chunki uni sen o'ylayapsan. O'sha ilmlar, o'sha xayollar orqali har xil ilmlar paydo bo'lyapti. Dunyoda har xil. Shuning uchun la ilaha degan so'zdan hech qanday Xudo yo'q. Yani hech qanday Xudo yo'q degan vaqtda hech narsa sening xayolingda o'g'irlaydigan, sening ko'zingga qiziq bo'lib turadigan, senga kerak bo'lib turadigan, sen foydalanayotgan narsalarning hech narsasi yo'q. Faqat Alloh bor. La ilahe degan vaqt, iloh degan so'zning ma'nosi bu yaratilgan xudolar degan so'z. İlah degan so'z yaratilgan xudolar. Allah o'zi yaratadi, banda yaratadi, dunyoning taraqqiyotlari, yaratilgan narsalar bu iloh bo'ladi. Yani iloh degan so'zning sababi bizni ko'nglimizni olib qo'yyapti. Xayolimizni o'g'irlab qo'yyapti. Bizni mashg'ul qilib qo'yyapti. İşimiz o'sha yolg'onchi narsalar bilan harakat bo'lib qoldi. Allah bizning shonimiz, shuhratimiz, borligimiz, vujudimiz, Xudomiz, ilohimiz deb aytmaymiz. Maktabda meni komsomol sekretar qilib qo'yadi. Allohchi bo'lganligim uchun. Undan keyin meni sud qilishdi. Mana armiyaga bordim, namoz o'qiyotsam, sen nima Xudoga ishonasanmi? Bütün boy polk hammasi yig'ib mana bu partiyaga xiyonat qilyapti deb sudlashgan. To'qqir final partiyadan boyagi kommunistlar olib tashladim komsomollikdan. Shu qutulib qoldim. Endi qarang, bu kulgili narsada, endi hammasi bir kulgili narsa. Bir tiyinga qimmat narsada bular, hammasi bir tiyinga qimmat. Asha narsalarni biz Xudo qilib olar ekanmiz. O'zimizga Xudo qilib yaratib olar ekanmiz bizlar. Ashana qildik deb boyagi shahar maktabda boyagi значок bermay qo'ysam, menga значок bermadi deb yig'laymiz yani. Pionirskiy значок bermadi deb yig'laymiz-da endi. Shular hammasi bo'ldi. Shular hammasi ko'rdik azizlar. İnsanın ongi, insonning tushunchasi insonni boshqara boshlaydi.